Avvalo kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va Avtomashina kanali sizga eng yangi avtomobil yangiliklari, texnik sharhlar va foydali ma'lumotlarni taqdim etadi. Chevrolet Tracker 2026 modeli zamonaviy dizayn, kuchli texnologiya va yuqori qulaylikni birlashtirgan yangi avlod crossover hisoblanadi. Ushbu avtomobil shahar va uzoq safarlar uchun moslashgan bo'lib, haydovchilarga zamonaviy haydash tajribasini taqdim etadi. Tracker 2026 tashqi ko'rinishida aerodinamik shakl, agressiv old panjara va zamonaviy LED farlar bilan ajralib turadi. Avtomobilning sport uslubidagi dizayni unga jozibador va zamonaviy ko'rinish beradi. Chevrolet Tracker 2026 kapoti ostida samarali va kuchli dvigatel joylashgan bo'lib, u yuqori unumdorlik va yoqilg'i tejamkorligini ta'minlaydi. Model odatda 1.2 yoki 1.3 litrli turbo dvigatel bilan taqdim etilishi kutilmoqda. Ushbu dvigatellar kuchli tortish kuchi va silliq harakatni ta'minlaydi. Avtomobil avtomatik uzatmalar qutisi bilan birga ishlaydi va bu haydashni yanada qulay qiladi. Tracker 2026 old yoki toliq gildirakdan tortish tizimi bilan ham taqdim etilishi mumkin. Bu esa turli yo'l sharoitlarida ishonchli harakatlanishni ta'minlaydi. Yangi Tracker ichki qismi keng va ergonomik tarzda ishlab chiqilgan. Salon yuqori sifatli materiallar bilan bezatilgan bo'lib, haydovchi va yo'lovchilar uchun maksimal qulaylik yaratadi. Katta sensorli multimedia displeyi, raqamli asboblar paneli va smartfon bilan integratsiya imkoniyati mavjud. Apple CarPlay va Android Auto tizimlari orqali foydalanuvchilar o'z qurilmalarini avtomobilga ulab, navigatsiya, musiqa va boshqa funksiyalardan foydalanishi mumkin. O'rindiqlar yumshoq va uzoq safarlarda ham qulaylikni ta'minlaydi. Chevrolet Tracker 2026 xavfsizlik tizimlari bilan ham ajralib turadi. Avtomobil zamonaviy haydovchi yordamchi texnologiyalar bilan jihozlangan. Avtomatik favqulodda tormozlash tizimi, yo'l chizigini nazorat qilish, kor nuqtani aniqlash va adaptiv kruz nazorati kabi funksiyalar mavjud. Chevrolet Tracker 2026 yonilg'i tejamkorligi bilan ham e'tiborni tortadi. Turbo dvigatel va yengil kuzov konstruksiyasi tufayli avtomobil kam yoqilg'i sarflaydi. Bu esa haydovchilar uchun iqtisodiy jihatdan foydali hisoblanadi. Avtomobil shahar sharoitida ham, avtomagistral yo'llarda ham barqaror va silliq harakatlanadi. Rul boshqaruvi aniq va sezgir bo'lib, haydovchiga to'liq nazorat imkonini beradi. Tashqi dizaynda yangi gildirak disklari, sport uslubidagi bamperlar va zamonaviy orqa chiroqlar avtomobil ko'rinishini yanada jozibador qiladi. Tracker 2026 turli rang variantlarida taqdim etilishi mumkin. Bu esa xaridorlarga o'z didiga mos variantni tanlash imkonini beradi. Avtomobilning baland klirensi notekis yo'llarda ham ishonchli harakatlanishni ta'minlaydi. Chevrolet Tracker 2026 zamonaviy texnologiya, qulaylik va kuchni birlashtirgan universal crossover hisoblanadi. Ushbu model yoshlar, oilalar va faol hayot tarzini yoqtiradigan haydovchilar uchun mos keladi. Zamonaviy dizayn, xavfsizlik texnologiyalari va tejamkor dvigatel Tracker modelini o'z segmentida raqobatbardosh qiladi. Avtomashina kanali sizga avtomobillar haqida eng dolzarb va ishonchli ma'lumotlarni yetkazishda davom etadi. Videoni yoqtirgan bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Tracker modeli zamonaviy platformada ishlab chiqilgan bo'lib, mustahkamlik va barqarorlikni oshiradi. Avtomobilning osma tizimi notekis yo'llarda ham yumshoq harakatni ta'minlaydi va yo'lovchilar uchun qulaylik yaratadi. Shovqinni kamaytiruvchi texnologiyalar salon ichida sokin muhit hosil qiladi. Avtomobilning boshqaruv tizimi elektron yordamchi funksiyalar bilan uyg'un ishlaydi va murakkab vaziyatlarda haydovchiga yordam beradi. Tracker 2026 ko'plab bozorlar uchun mo'ljallangan global model hisoblanadi va zamonaviy xavfsizlik standartlariga javob beradi. Ushbu avtomobil kundalik foydalanish uchun ham, sayohatlar uchun ham ideal variant hisoblanadi. Avtomashina kanali bilan birga siz eng so'nggi avtomobil yangi. Har bir yangi video sizga foydali ma'lumotlar va batafsil sharhlar taqdim etadi. Tracker 2026 dizayn va texnologiya uyg'unligi bilan avtomobil bozorida katta qiziqish uyg'otmoqda. Ushbu model qulay boshqaruv, keng salon va ilg'or xavfsizlik tizimlari bilan haydovchilarning talablarini to'liq qondiradi.